55 milyona Radnoy 2011 yil ishlab chiqarilgan Spark sotuvda. Mashin Bog'ot avtosavdoning ikinci filanında. Mashina metan gaz, yumshoq balon qo'yilgan, chexol polikpa, holati zo'r diniq. 187 ming yurgan 2011 yil Spark 55 milyon so'm. Şu mashinani naqd pul, barter, kredit asosida xarid qilishlaringiz mumkin. Aziz yurtdoshlar, mashinamiz Bog'ot avtosavdoning ikinci filanında. Ko'rsatib beraman, kuzatib boraverasizlar. Kuzovda defekt yo'q, motor hadovoy zo'r, ideal holatda. Egasini bergan ma'lumoti bo'yicha chexol poliklari bor. Avtomobilimiz 186 ming yurgan ekan. 2011 yil metani bor. Radnoy avtomobilimiz 55 milyon so'm. 10 milyon bilan kirib beramiz. 3 yilga 2 milyon so'mdan tushirib berib turadi. Kim yana ma'qul bo'lsa, naqd pul, kredit, barter asosida xarid qilaverasizlar. Aziz yurtdoshlar, sizlardan shuni sotiladigan mashinalar bo'lsa, bemalol olib kelaverasiz. Akasingiz kelsak, naqd olamiz, bo'lmasa sotib beramiz. Bu mashinalar ham egalardan olib sotiladigan bizlar sotib beradi. Shular bergan narxi ma'lumoti bo'yicha chiroyli tibbiy tamakkul so'rab o'tiramiz. Kuzatib o'tirganlar uchun rahmat, kelaverasizlar.